Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ajdod devishi Yigay Cho'chaklar dunyosi yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Bugungi cho'chkimiz beliqchi bilan oltin beliq. Burunning burnusida daryo bo'yidagi oddiy gapida beliqchi ayoli bilan birga yashaydi ekan. Beliqchi har kuni daryoga chiqib beliq tutib, turmushini qamdaydi ekan. Beliqchi oq ko'ngil, satta, Nayde qanoatchan kishi ekan. Biroq ayoli nomratchilikdan har kuni qaqshaydi ekan. Uning bu qaqshashlari hech to'xtaydigandek qilmabdi. Bir kuni eshikdan kirishiga ayoli yana qaqshashni boshlabdi. "Aran shunchalar beliq tutdingizmi? Bizga bayashat turmush bo'lsa bo'lmamdi. Ko'proq beliq tutib kelsangiz bo'lmasmi?" Ayolning qaqshashlaridan beliqchi ko'proq beliq tutish uchun daryoga qarab yo'lga chiqibdi. Ko'ngli parishon holda daryo bo'yiga kelgan beliqchi beliq tutishga boshlabdi. Birdamdan keyin qarmoqqa yo'g'on ham chiroyli oltin beliqdan birsi tushibdi. Buni ko'rgan beliqchi shundoq xushal bo'pti. Oltin beliqni savatga amda silishiga tuyuqsiz oltin beliq zuvonga keldi. "Ey beliqchi, men bu daryodagi beliqlar podshohi bo'laman. Sening qarmoqingga tushib qoldim. Qanday orzuying bo'lsa menga de, men amalga oshirib berman. Meni qo'yib etgin, bo'lamdi?" debdi oltin beliq. Bir hazo o'ylangandan keyin beliqchi, "Bu beliqni qo'yib etsam, menga hech bir ziyon yo'q. Bo'pti, uningga bir qatim ishinib boqay" deb o'ylabdi-da, oltin beliqni daryoga qo'yib beribdi. Beliqchi bo'lgan ahvollarni ayoliga aytib berish uchun darhol uyga qarab shugrabdi. Beliqchining quruq qo'l qaytib kelganini ko'rgan ayoli qaqshashga boshlabdi. Beliqchi, "Aldirma, sana bir ishni aytib beray. Men yo'g'on bir tal oltin beliqni tutib oldim. U bizga qanday orzuyimiz bo'lsa amalga oshirib berganligini aytdi. U bu daryodagi beliqlarning podshohi ekan" deb tushuntiribdi. Shuning bilan ayoli, "Nimishqa quruq qo'l qaytib kelding? Onunga bizga chiroyli bir uy sap berishni aytsang bo'lmamdi? Hozir darhol berib bizga bir uy talab qil" debdi-da, beliqchini daryo bo'yiga yo'lga sapdi. Shunday qilib beliqchi daryo bo'yiga qarab yo'lga chiqibdi. Daryo bo'yiga kelganda daryoga qarab, "Ey, oltin beliq, meni angladingmi? Oltin beliq" deb baqiribdi. Buni anglagan oltin beliq darhol uning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Beliqchi oltin beliqqa ayolining talablarini aytibdi. Oltin beliq bo'lsa, "Beliqchi, xotirjam bo'lib uyingga qayt" debdi. Beliqchi yugurgan piti uyga qaytib ketdi. Qarag'dek bo'lsa, uyning o'rnida rostdanla chiroyli bir yangi uy paydo bo'lib qopti. Buni ko'rgan ayoli o'zining bek oz narsa talab qilganligidan pushaymon qildi. Hamda texnik ko'p narsa talab qilishni o'ylabdi. Ayoli beliqchiga, "Hey beliqchi, o'rningdan tur. Biz aralni bir tal uy talab qildik. Bu bek oz bo'lib qopti. Sen berib oltin beliqqa ayt, bizga yo'g'on qasr sepasin. Biz cho'ng qasrlarda yashaylik" debdi. Shunday qilib beliqchi daryo bo'yi qarab yo'lga chiqibdi. Beliqchi daryo bo'yiga kelganda
daryo suyining qon rangi o'zgarib ketganini ko'ribdi. Havo qattiq sovuq bo'lib, u shundoq to'ngibdi. U daryoga qarab, "Ey, oltin biliq, sen bormi?" deb baqiribdi. Oltin biliq darhol uning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Bichora beliqchi bo'lgan ahvollarni oltin biliqqa so'zlab beribdi. Oltin biliq, "Beliqchi, sen xotirjam bo'l, uyingga qayt", debdi-da daryoga sho'ngibdi. Beliqchi uyga qaytib kelganda hashamatlik saroyni ko'ribdi. Saroyda nurg'un kinizaklar xizmat qilayotgan ekan. Ayoli bo'lsa shundoq chiroyli, hashamatlik kiyimlarning ichida o'tirgan ekan. Shundoq ko'p boylikqa erishgan ayol hech qachon qanoat qilmabdi. U beliqchiga, "Bu bek oz bo'lib qoldi. Sen berib oltin beliqqa ayt. Men ayol podshoh bo'lmoqchi. Meni ayol podshoh qilsin", debdi. Beliqchi, "Endi qanoat qilsang bo'larmikin? Shuncha ko'p boyliqlar bizga yetmamdi", debdi. Biroq ayoli, "Yetmaydi. Meni ayol podshoh qilsin. Mang berib oltin beliqqa ayt", debdi. Xotiniga gap yegizolmagan beliqchi amalsiz daryo bo'yiga qaytib keldi. U oltin beliqni chaqirgan ekan, oltin beliq uning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Beliqchi o'ng'aysizlangan holda oltin beliqqa bo'lgan ahvollarni so'zlab beribdi. Oltin beliq beliqchiga, "Sen xotirjam bo'lib uyingga qayt", debdi-da daryoga sho'ngibdi. Beliqchi uyga qaytib kelganda haqiqatan hashamatlik o'rnini ko'ribdi. Ichida bo'lsa ayoli ayol podshohga aylangan ekan. Ochko'z xotin shuncha shon-shuhrat va boylikqa erishgan bo'lsa-mu, shukr qilmoqdi. U beliqchiga oltin beriqqa berib aytishni, o'zini oyga chiqib podshoh qilishni so'rashni talab qildi. Har qancha qilibmi ayolni qayil qila olmagan beliqchi yana daryo bo'yiga keldi. Bu qatim daryo bo'yi dahshatli qor bo'ron ostida bo'lib, chaqmoq chiqib, dahshatli zulmatga cho'mgan ekan. Beliqchi oltin beliqni chaqirgan ekan, oltin beliq hayolishmayla suv yuzida paydo bo'ldi. U bo'lgan ahvollarni o'ng'aysizlangan holda oltin beliqqa aytibdi. Oltin beliq uningga uyga qaytishni buyuribdi. Shunday qilib beliqchi uyiga qaytibdi. Uyiga kelib qaraydigan bo'lsa, hashamatlik o'rda saroyning ichi qup-quruq, birma odam qolmaganmish. U o'rdining bulon qushqoqlargacha hammani izlagan bo'lsa-mu, hech kimni topolmabdi. O'zi yolg'iz shuncha cho'ng saroyning ichida qolgan beliqchi ko'ngli yerim qaytadan oltin beliqning yiniga berishga majbur bo'ldi. Oltin beliq beliqchining ahvolini anglagandan keyin uningga, "Ayolingning talablari bo'yicha uning orzusiga yetkizdim. Biroq uning orzusini qaytarib ola olmayman", debdi. Shuning bilan beliqchi, "Menga uncha ko'p shon-shuhrat va boyliqlarning lozimi yo'q. Menga faqat oq ko'ngil, men bilan bir umr birga yashaydigan, shukri qanoatchan ayol lozim. Menga shundoq ayolimni qaytarib bergin. Boshqa boyliq va o'rda saroylarning menga lozimi yo'q", debdi. Beliqchining o'tinginiga qarab, oltin beliq uning talabiga qo'shilibdi. Beliqchi xo'shliqidan oltin beliqqa rahmat aytibdi. U qaytib qaraydigan bo'lsa, eski kapisining ichida muloyim, oq ko'ngil ayoli uni kutib turgan ekan. Beliqchi shunday qilib, bu oq ko'ngil,
sabrchan, shukr qanoatchi ayol bilan bir umr baxtlik yashapti. Kichik do'stlar, bizning bu cho'chkimizdan nimani tushundinglar? Ochko'zlik insonni hamma narsadan mahrum qo'yadi. Shukr qanoat, sabr insonni mangulik baxtga erishtiradi. O'z halol mehnati bilan topgan pul barakatli bo'ladi. Amsa bu qitimliq cho'chkimiz mishada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimliq cho'chaklar dunyoimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.